Bismillahirrahmanirrahim. Sura Qalam. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, Ma anta bi ni'mati robbika bimajnun. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Va inna laka la ajran ghayra mamnun. Muqarrarki, sen albatta öksimas savobga erishsan. Va innaka la ala xuluqin azim. Ey Muhammad, sen haqiqatan büyük axloqqa egisan. Asatubsiru va yubsirun. Kelgusida qaysinglarning majnun ishkanligini sen ko'rsan. Bi ayyikumul maftun. Ularmı ko'rdi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Şübhisizki, senin Parvardigoring o'zining yo'lidan ozg'onlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Fala tuti'il mukazzibin. İnkar qilg'uvchilarga itoat qilmag'in. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ular sening o'zlari bilan madara qilishingni, shuning bilan o'zlarining sen bilan madara qilishini orzu qiladi. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Qasamxo'r, pas, Hammazin mashsha'in binamim. g'ayvatxo'r, suxanchi, bexil, Manna'in lil khayri mu'tadin athim. haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, Utullin ba'da zalika zanim. uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmag'in. An kana za malin wa banin. Bizning oyatlarimiz uningga o'qib berilsa, uning mol mulki va o'g'illari bo'lganligi uchun إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. bu burunqilarning hikoyalaridir deydi. سنسمه على الخرطوم. Uning burnini dog'lab belgi solamiz. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Şübhisizki biz ularni, ya'ni Makka aholisini ma'lum bog'ning egilarini sinagandek qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Ular, ya'ni bog'ning egilari uning mevalarini kambag'allar uqmusun. Ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardili o'zib ilishga qasam ichishgan edi. ولا يستثنون. Ular Xudo xolisa demagan edi. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Ular uxlayotganda bog'ga Parvardigoring tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, فأصبحت كالصريم. bog' ko'yib qop-qora kuldek bo'lib qoldi. فتنادوا مصبحين. Ular agar mevalarni uzmoqchi bo'lsanglar, boqqa beringlar deb أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. atiganda bir-birini tovlashdi. انطلقوا وهم يتخافتون. Ular mangdi. Yo'lda ketib etib, ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
Bugun baqqa hergiz bir miskinmi kirmisun deyishib pichirlashdi. وغدوا على حرد قادرين. Ular miskinlarni bog'ga kirishdan to'siyalaymiz degan o'y bilan atiganda turishdi. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Ular bog'ning ko'yib qop-qora bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan ezib qelibdik. نحن محرومون. Yo'q, biz bog'ning mevasidan qurib qelibdik, dedi. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqllisi, sizlar nemishqa Allohga tavba qilib tasbih aytmaysizlar demaganmidim, dedi. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Ular, Parvardigorimiz, seni pok e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini man'i qilish bilan haqiqatan zulm qilguvchilardan bo'ldik, dedi. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Shuning bilan ular bir-biriga qarishib, o'zaro malomat qilishdi. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Ular deyishdi: "Voy bizga! Biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Ümitki, Parvardigorimiz bizga buningdan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Parvardigorimizdan umid qilguvchilarmiz. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Azab mana mushundaqdir. Ya'ni Qurayshkimu bog' egilariga tushgan azab tushidi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Taqvodorlar Parvardigoringning dargohida haqiqatan nozu ne'matlik jannatlardan bahramand bo'ladi. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdik. ما لكم كيف تحكمون. Sizlarga nima bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? أم لكم كتاب فيه تدرسون. Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, إن لكم فيه لما تخيرون. uningdan sizlarga qiyomat kuni xolig'ininglar bor deganni o'qidinglarmi? أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqti to'shadigan mahkam bir ahdi tuzishganmi? سلهم أيهم بذلك زعيم. Ulardan so'rab baqqinki, ularning orasida qaysi yuqorqi ishlarga kepillik qilalaydi? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklari bormi? Agar ular davosida rostchil bo'lsa, sheriklarini keltirib baqsin. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. U kunda, ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashadi. Ular iymonini sinash uchun
sajda qilishga chaqiriladi. Ular sajda qilolmaydi. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ular qo'rqinchdan tikilib qarayolmaydi. Ularga xorliq yuzlanadi. Ular dunyoda sog'lom chog'larida sajdaga da'vat qilingan edi. Ular sajdadan bosh tortatdi. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Bu Qur'onni inkor qilganlarni menga qo'yivatgin. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. وأملي لهم إن كيدي متين. Ularga möhlat beraman. Şübhəsizki mening tadbirim puxtadır. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Yoki ulardan dinga da'vat qilganligingga haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini ig'irlashtirvatdingmi? أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Yoki ularning yanida g'ayib, ya'ni g'ayibni ichiga olgan lavhul mahfuz bor bo'lib, ular aytadiganlarini shuningga yozamdi. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Oldirang'uliqda, zerikkaklikda beliqning sohibiga, ya'ni Yunusga o'xshash bo'lmag'in. O'z vaqtida u beliqning qornida turib, g'amkin holda Parvardigoriga iltijo qildi. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Agar u Parvardigorining ne'matiga erishmisi edi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q bir doliga tashlangan bo'ladi. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Parvardigori uni payg'ambarlikka tanladi. Uni yaxshilardan qildi. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Kafirlar Qur'onni anglagan chog'larida sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga toz qoladi. Seni shubhisiz bir majnun deyishidi. وما هو إلا ذكر للعالمين. Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun vaz nasihat